Davom et. Issiqroq bo'lsin, qaynoqroq bo'lsin. Mehmonlar kelganda maza qilib ichadigan choy bo'lsin. Faqat qoraroq bo'lsin. Ayamang. Hop dedim-ku. Ha. Azizlarim, men o'ylaymanki, kayfiyat juda ham a'lo va shunaqangi ko'tarinki ruh bilan hozir davom etamiz. Dasturimizda aytib o'tganimizdek juda ham ko'p bugun mehmonlarimiz va ulardan biri Ikrom aka G'ulomov. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, aziz mahalla tongi muxlislari. Butun O'zbekiston ahliga o'zimdan salomlarni yo'llayman. Sog' bo'linglar. Ikrom akam kam gaplar, lekin ijodlarni eshitsangiz, shumidi Ikromjon deb qolishingiz ajab emas. Bu aniq desam ham bo'ladi. Va buni hozir ochmaymiz. Bir oz suhbatdan so'ng ularning ijodlari haqida ma'lumotlar bera boshlaymiz. Keldingizmi? Assalomu alaykum Ikrom aka. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Siz yaxshi ko'radigan mana qora choylarni damlab keldik endi. Xush kelibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Tong yaxshi boshlandimi? Ajoyib, ajoyib. Sizda har doim erta tong boshqa ijodkorlarga nisbatan boshqacha. Siz o'zi tongni qarshi oladigan insonsiz. To'ppa-to'g'ri, xuddi shunday. Quyosh ko'rmasalar yashay olmaydigan insonlar. Quyoshni uyg'otadigan insonlar toifasiga kiradilar Ikrom aka, chunki mahalla radio kanali orqali ko'p sonli insonlarning kayfiyatiga faqatgina yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida kerak bo'lsa uxlamasdan ishlaydigan, siz uchun beminnat zahmat chekadigan yaxshi insonlar toifasiga kiradilar. Ikrom aka, bugungi kundagi faoliyat qalay? Radiodagi, ijoddagi jarayonlar juda ham qizg'in, har doimgidek, chunki qanchalik muxlislar talabi ko'proq bo'lsa, ijodkor ko'proq shunga qarab o'zini ijodini sayqallashtiradi. Biz ham shu radio kanalda ko'proq muxlislarimizni e'tiborini nazarga tutamiz. Ularga mos yangi eshittirishlar, yangi loyihalar, ajoyib xalqimizga mamnun bo'ladigan qo'shiqlarni ko'proq eshitishga tavsiya beramiz ularni. Ikrom aka, har bir narsani boshlanishi bo'ladi. Ya'ni ildizi deymiz-ku. Sizning ildizingiz qayerdan boshlangan? Ya'ni ustozingiz kim bo'lgan? Endi agar ashulachilik, qo'shiqchilik sohasida bo'ladigan bo'lsa, ustozimiz xalqimizni sevgan san'atkori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhriddin Xoliqov bo'ladilar. Yo'q, ana azizlar. Ovoz ham ishonasizmi? Qo'shiq ijro etganlarda hayratda qolasiz. Birga biri o'xshaydi deydi-yu. Juda ham o'xshagan holatda Muhriddin aka bilan o'sha ham fikr bo'lgan, bevosita shogirdlari bo'lganlar-da. Ikrom aka, to'g'rimi? Xuddi shunday. O'sha ijodimiz boshlagan davrimizda Muhriddin akam qo'shiqlari butun O'zbekistonda tarqab, qamrab olganda. Faqat O'zbekiston, butun Osiyo desa hamma balog'i bo'ldi. Shunda keyin ko'pchilik muxlislarim xizmat paytida shu ovozing ko'proq o'xshar ekan. Haqiqatga o'xshaydi deb tavsiya berishgan, keyin shu yo'nalishda ijod qilganman. Necha yoshda shogird bo'lgansiz? Va qancha? Institutni tugatganimdan keyin chamasi 21-22 yoshlar. Yonlariga kelganman. O'zim tayyorlanganman. Qana shu inson biron qo'shiqda yo biron bir san'at sohasida biron narsani so'rab qolsalar, men tutilib qolmayman. Demak, tanishtiruv qanday? Mas'uliyat kuchli bo'lganda. Mas'uliyat u insonni oldida, u insonni yonida, u insonni shogirdi bo'lib yurish mas'uliyati juda katta edi. Hozir ham shunaqa deb o'ylayman, chunki juda kuchli serqira ijodkor bo'ldi. Men bejizga aytmadim, chunki ustozimiz Muhriddin Xoliqov haqlarida ko'p eshitganmiz ijodlarini, nafaqat ijodlarini, balkim ularni qattim qo'l ustoz ham deb aytishgan. Har kimki shogird ularga chiday olmagan. Lekin buni uddasidan chiqqan shogird siz ekansiz. Menga qiziq bo'layotgani, nima sababdan sen meni shogirdimsan deb tan oldilar? Chunki bunaqangi buyuk san'atkorlar uncha-munchaga shogird tanlayishmaydi. To'ppa-to'g'ri. Ikrom aka, keling shu joyda choy bering. Ana. Hozir uzoq davom etadi. Menga qiziqda, qiziq. Ha. Bilolbek achchiq choy damlab keling dedilar. Qarang, siz nimani xush ko'rishingizni ham achchiq savollar bilan. Marhamat, javob beramiz. Endi Muhriddin akam shunaqa insondilarki, shogirdlarni ham juda tanlab o'zlariga ma'qul bo'ladigan, qanaqadir bir jihati u insonga yoqsa, shu insonni ko'proq shogird qilib
yonlarida olib yurardilar to'ylarda. Endi men u paytda men o'zi asli Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridanman. Men oyda 2 marta 3 marta kelib yo'qlab ketardim. Ana. Har kuni yo'llarda bo'lish oson emas. Oson emas. Sizga gapirmadim. Manzildan o'tib, yo'l bosib kelib yo'qlab ketar ekanlar. Albatta. Yo'qlab uylarida mehmon bo'lib, o'zlari bilan shirin taomlar birga tayyorlab, o'tirib, gaplashib, keyin to'ylarga ketardilar, ketib qolmagin dedilar. Hali sen bilan qiladigan ishlar bor dedi, lekin men u yerda mil xizmatida xizmatlarim ko'p edi, shuning uchun sekingina yana qaytib ketardim. Orqa tuynukdan chiqib. Qo'shiq aytib berasizmi hozir? Mayli. Qo'shiq ijro etilishi kerak, chunki hozir haqiqatda biz sizga ko'p ta'riflar berdik. Ovoz o'xshaydi dedik. Ana endi xalqimizga ham bir namoyish qilishimiz kerak va ularni ham bahosini olishimiz kerak. Albatta. Marhamat, mikrofon. Marhamat, sahnamiz sizga muntazir. Rahmat. Eshigim ochilmadi men uchun, ketar bo'ldim yuzingni bir ko'rolmay, uyingdan joy topilmadi men uchun, ketar bo'ldim o'zingni bir ko'rolmay, sevdim desam tenging bo'lak dedilar, keldim desam joying yo'lak dedilar, sening sevging kimga kerak dedilar, ketar bo'ldim yuzingni bir ko'rolmay, sening sevging kimga kerak dedilar, ketar bo'ldim yuzingni bir ko'rolmay. Derler can sağ bo'lsa jahon topilg'ay, parcha tuproq parcha osmon topilg'ay, ammo qayda sendek jonon topilg'ay, ketar bo'ldim o'zingdan bir so'ralmay, ammo qayda sendek jonon topilg'ay, ketar bo'ldim yoningga bir borolmay. Kuyma yorim, kuyinma yor, kuyma yor, bir yaxshiga bir yomon har joyda bor.
ki yashnagan joy qayda bor ketar bo'ldim o'zingdan bir so'ralma yar eshiging açılmadı men uchun uyingdan joy topilmadi men uchun tilingdan bol sochilmadi men uchun ketar bo'ldim yuzingdan bir o'polmay tilingdan bol sochilmadi men uchun ketar bo'ldim yuzingdan bir o'polmay o'tar bo'ldim yoningga bir borolmay ketar bo'ldim o'zingdan bir so'rolmay o'tar bo'ldim o'zingdan bir so'rolmay haqiqatdan ham to'g'risini aytsam menimcha muxlislar ham meni gapimga qo'shilishadi, ya'niki agarda ko'zingizni yumsangiz va shu ovozni eshitsangiz qo'shiq bilan tabiiyki xuddiki ustozimiz Treklar Muhriddin Xoliqovni o'zlari deb o'ylash mumkin. o'ylash aniq, mumkin emas, aniq. Ikrom aka, Rahmat, sog' bo'ling. menda bir savolim bor-da, bilasizmi mana? Baribir shogird deganda ustozga loyiq inson bo'lish kerak. Albatta. Va uni har qanday vaziyatlarga unga sabr kerak, unga qanoat kerak, quloq solish kerak va uni eng keraklisi olish kerak. Ya'niki ustozni qanday bir tanbeh gaplarni eslay olasizki, hayotingiz davomida hozirgacha asqotib kelayotgan. Endi u kishi menga tanbehdan ko'ra ko'proq maslahat berardi. Deylik maslahat. Tavsiyalar. Tavsiyalar, masalan, o'sha qo'shiq yozish jarayonida ham mana bu joyini mana bunaqa qilib aytsang, shirinroq bo'lardi, xalq qulog'iga yoqimliroq bo'lardi. Mana bu joyini sal balandroq aytib qo'yibsan, mana bu joyini sal pastroq, mana bu joyini pastroq aytib qo'yibsan, mana bu joyini balandroq aytish kerak edi deb ko'proq shu tomonlama menga maslahat berardilar-da. Menimcha tanbeh ham kerak bu. Chunki hayot faqat yaxshiliklardan iborat emas. Iborat emas. Lekin Ayting bir joyi bo'lsa kerak endi. Oppoqqina bo'lmaysiz-ku baribir ham qandaydir to'g'ri ma'noda. men tanbehlarni eslolmayman chunki men ko'proq o'tirib ular bilan suhbatlashdim. Do'stona munosabat bo'lganda Suhbatlashdi, yaxshi ko'rardim. Shu ularni shu bir gapirganda ham ovozlari juda yoqimli, insonni eritib qo'yadigan darajada shunaqa. Gapirish. Demak, tanbeh berganlardan ham quloq solib, ular meni maqtayaptilar, ertayaptilar deb men uchun o'tkazib yuborgansiz. yo'q, unaqa bo'lmasa kerak, Ikrom aka. Muhriddin akamning xonadonlarida shogirdlar shu darajada ko'p ediki, tanbeh menimcha bizagacha yetib kelmas edi. Sizgacha kelganda gapim qolmadi, charchab qoldim deydilar. Ikrom aka, bugungi yoshlarchi, bugungi shogirdlar, bugungi o'sha san'atga kirib kelayotgan insonlar ustozlardan o'git olganda mana aynan o'ziga o'xshagisi keladi-da odamni. Shunday yoshlar hozir ham topiladimi? Davomchilari. Ularni davomchilari emas, umuman olganda ustoz va shogird an'analari bugungi kunda ham siz guvohsiz. Shu jarayonda avvalgi ustoz shogird an'analari bilan hozirgisini taqqoslaganda qanday farqi bor? Endi hozir menimcha yoshlarimizga ozgina o'sha sabr masalasi og'irroq bo'lsa kerak. Chunki biz masalan men o'sha shogird bo'lib kelganimda katta unaqa o'zim bilan bir katta umidlar bilan hali kelganman-ku, lekin o'sha inson bilan suhbatlashish, o'sha inson yonida bo'lish
menga u narsalardan ko'proq ustunroq bo'lgan. Endi hozirgi yoshlarni bilmadim, balki endi eng asosiysi yoshlar o'sha ustozga nisbatan taqliddan boshlanadi-da. Albatta. San'atiga taqliddan boshlanadi. Lekin ustozlarni o'sha hayotidan o'g'it olish ham shogirdlarga eng katta maktab bo'ladi. Biz menimcha o'sha hozir ko'p shogirdlar Muhriddin akam nafaqat ijodidan, balki o'sha hayot saboqlaridan ham biz katta dars olganmiz deb. Namuna bo'ladigan inson bo'lganlar hayotda. Endi yoshlarimizga menimcha shu narsa ko'proq kerak. Avvalambor hayot maktabini ko'proqlar o'tash kerak. Ana undan keyin san'atda katta yutuqlarga erishish mumkin. Biz esa SMSlarni ham o'qib eshittirishimiz kerak Ikrom aka. Chunki muxlislar tomonidan sizga iliq fikrlar juda ham ko'plab kelibdi. Haqiqat ovozlari o'xshar ekan, ijodlariga omad, ko'proq mehmon bo'lib kelsinlar mahalla telekanaliga degan fikrlar ham kelgan. Yana bir SMSimiz bor. Jiyanim Muhammad Yusufni Shukrona kuni bilan tabriklaymiz. Iloyim yuzga kirib yuzlashsin, ota-onasini qadrlaydigan yigit bo'lsin degan insondan SMS kelgani, ismlari qayd etilmabdi. Salom, bugun meni ukam Humoyinning tug'ilgan kuni. Chin qalbimdan tabriklayman. Ular 3 yoshga to'ldilar. Kamida 30 yoshga, 60 yosh, 90 yosh. Bu yog'iga keltirsin. Baxtimizga sog'-salomat bo'lsinlar. Men Xolid va Zubayrimiz To'ra bobomizga salom debdilar. To'ra bobomiz sizga ham salom ekan. Assalomu alaykum mahalla tongi. 18-may dadajonim To'rayev Rustamjon tug'ilgan kunlari. Dadamga uzoq umr tilaymiz, baxtimizga sog'-salomat bo'lsin deb yozdilar vatandoshlari. Rustamjon Ulug'bek hammangizga baxt saodat tilaymiz debdilar. Xayrli tong, chorbog'liklarga alangali salom. Qo'shiqni zo'r aytdilar. Ovoz ustozlarini ovozda ekan gap yo'q. Bilolbek gapingiz 100% to'g'ri. Men Ikrom akani ko'rmadim. Muhriddin Xoliqovni ko'rgandek bo'ldim degan fikrlar kelgan. Manzuraxondan kelgan SMS. Yana bir SMS kelibdi. Men Shohrux Mamarasulov bo'laman. Do'stim Furqatjonni tavallud ayyomi bilan tabriklayman. Bitta she'r yozganim, iloji bo'lsa o'qib bering debdilar. Ana shunaqa u, shunday tanti u. Do'stlarning ichida tanho mardi u. Jonini jabborga berishga tayyor. She'rlar nima bo'pti? Undan ham hushyor. Yiqilsang birinchi cho'zadi qo'lin. Dovulmi yo shamol to'lsolmas yo'lin. Mana ko'rib qo'ying, termuling, ko'ring. Topolmaysiz boshqa bunaqa zo'rin. Qarang, juda ham chiroyli she'rlar do'stlar tomon taqdim etildi va Ikrom aka sizdan yana qo'shiq buyurtmasi amalga oshirilyapti. Ikrom akadan ko'proq qo'shiq so'rasak deganlar va ajoyib taronani o'zimni ijodimdan Gulmira degan qo'shiq. Gulmira degan taronani. Akmal Po'lat she'rlari. O'zingizni mualliflik ijodingiz. Ijodimdan. Marhamat. Shuni kuylab. Marhamat, qani ketdik. Shirin yarimdan, ko'zlari xumorimdan, men o'rgilsam arsiydi, ishqa iqror yorimdan. Dili shirin yarimdan, ko'zlari xumorimdan, men o'rgilsam arsiydi, ishqa iqror yorimdan. Gulmira Yarman beozorgina Gulmira Sevar yorim birgina Bal aylanib ko'nikdim Yar kelar deb ko'z tutdim Kelmasini eshitib Hajrida azor chekdim Bog' aylanib ko'nikdim Yar kelar deb ko'z tutdim Kelmasini eshitib Hajrida azor chekdim
azargina Gülmira, gülmira Sever yarım birgina Derya çim akadı Yar canımga yoqadi Daryo chim oqadi Yar jonimga yoqadi Yurakdan sevgan yorim Endi kimga boqadi Yurakdan sevgan yorim Endi kimga boqadi Gulmira, gulmira Yorman beozorgina Gulmira, gulmira Sevar yorim birgina Gulmira, gulmira Gulmira, gulmira Gulmira, gulmira Yorman beozorgina Gulmira, gulmira Sevar yorim birgina Qo'yil. Barcha Gulmiralar qabul qildilar. Bizda esa reklama va albatta biz qaytamiz uzoqlash. Ikrom aka, kadr ortida o'zingiz eshitdingiz. Siz bilan hozir xayrlashmaymiz, balkim sizni haydaymiz. Shunday dedilar. Yo'q, unaqa demadim. Bugun hamma negativli menga bo'lmasin. Haqiqatni bilish kerak. Hazil toyba tariqasida buni qabul qilgansiz. Chunki Ikrom akam nafaqat san'atkorlar, balkim bizlar ijodiy jamoamiz ham, shuning uchun Yana ustozim Ikrom aka bilasizmi? Qancha narsani o'rganganman Ikrom akadan. Ustozdan o'rganib oxiri haydashmi siz tarafda? Sizning mahalangiz. Ikrom aka meni bolaligimdan yaxshi biladigan ustozim va albatta ko'p narsalarni sizdan o'rganganmiz. Bizni xonadonimizdagi eng chiroyli kunlarda Ikrom aka shaxsan meni eng go'zal nikoh to'ylarimda ham Ikrom aka yonimda o'tirganlar. Kerak emas, hurmatli ittifoq bilan kuzatib qo'yish kerak. Yo'q, hali Ikrom aka bilan suhbatimiz hali bor. Va albatta Ikrom aka hozir shu yerda jonli ijro so'ralgan sizdan. Imkoni bo'lsa Ikrom akadan tomonlaridan jonli ijro. Shaxsan meni ham qiziqtirdi. Ustoz ijodkorni Muhriddin Xoliqovning ijodlariga bir nazar tashlab bersalar. Eng kit qo'sh qaysi bir bo'lsin? Laylim, seni laylim, hajringda. Muhriddin Xoliqovning yoshlarga ham eng mashhur ashlar qaysi edi? Hozir. Komila qiz bor. Komila qiz bitta iloji bo'lsa. Men shaxsan iltimos, menimcha muxlislarga ham Hozir so'zlar yodingizdan? Yo'q, bilaman, u qo'shiq endi ozgina ovozda shamollash alomati bor, endi shunga mayli qo'ldan kelgancha. Boshqa tushgani ko'z ko'radi akajon. Sizga bir sinov tariqasida shogirdlar tomonidan ustozlarni bir sinab ko'ramiz. Shu mikrofonda. Mikrofon. Erkam seni erkalayin qochmagin. Suluvsanki sirlaringni ko'p ochmagin. Erkam seni erkalayin qochmagin. Suluvsanki sirlaring ko'p ochmagin. Jilva bilan boqishlaring jonim oldi, jon oldi. Kulib kirik qoqishlaring yuragimga o't soldi. Qizg'aldog'im kelindi. Yor jonim sen endi. Komila qiz bir umr. Dilfig'onim sen endi. Qizg'aldog'im kelindi. Yor jonim sen endi. Komila qiz bir umr. Dilfig'onim sen endi. Qoyili.
boshida o'zingiz bo'lib oxiri tushib ketdingiz. Haqiqatdan ham chunki san'atkor uchun erta tongdan turib va ovoz uyg'onish uchun kamida 6-7 soat kerak bo'ladi. Soat 10 da uyg'onadi ovozlar. Shunday. Biz esa erta tongdan sizni kayfiyatingizni ko'tarishga har qancha harakat qilamiz va albatta uddalayapmiz degan umiddamiz. Ikrom aka, bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga samimiy tilaklaringiz bo'lsa, marhamat yo'llab qo'yasiz. Shu fursatdan foydalanib barcha aziz vatandoshlarimizni, yurtdoshlarimizga yangi tong muborak bo'lsin. Har bitta kirib kelayotgan tongimiz har bir xonadonga o'ziga yarasha tarovat, fayz, baraka olib kirsin. Xalqimizning dasturxonlari har doim to'la to'kis bo'lsin. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Hammani xonadonlarida yaxshi kunlar, to'ylar, bazmlar bo'lsin. Men shu fursatdan foydalanib yana bir tilagim bor edi. Bugun meni navaram tug'ilgan. Umrlar uzoq bo'lsin, qarang. Navaram. Navarangiz? Navaram bor. Navarangiz bor. O'zlari yosh ko'rinadi, Ikrom aka. Navaram Robiyaxon bugun 9 yoshga to'ldi. 9? Umrlari ziyoda bo'lsin. Qarang, Ikrom aka. Vaqt shunaqa tez o'tayaptimi? Marhamat qilib. Tabriklayman nevaramni ham. Bugun tavallud ayyom nishonlayapmiz. Shu fursatdan foydalanib tabriklamoqchiman nevaramni ham va barcha bugun tavallud ayyomini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni, xalqimizni tavallud ayyomlari bilan tabriklayman. Yaxshi kunlar, yaxshi to'y tomoshalar bo'lsin. Barchaga sog'lik, salomat. Ilohim shunday bo'laversin. Bugun o'z tavallud topgan kunlarini nishonlayotgan hamma yurtdoshlarimiz uchun marhamat qo'shiq ijrosini taqdim etasiz. Musiqiy tuhfa bo'ladi-da. Rahmat. Marhamat. Aytishadi-ku, danagidan mag'zi shirin deb. Qarang, mazza. Oydek to'lin yuzlaring, shirin shirin so'zlaring, ayrilaman hushimdan boqib tursa ko'zlaring. Oydek to'lin yuzlaring, shirin shirin so'zlaring, ayrilaman hushimdan boqib tursa ko'zlaring. Izlaganim gavharim, ko'nglimdagi dilbarim, yonimda bo'lsang o'zing go'zal yorug' tunlarim. Izlaganim gavharim, ko'nglimdagi dilbarim, yonimda bo'lsang o'zing go'zal yorug' tunlarim. Dilbarim, dilxumorim, sevgilim, shirin jonim, go'zalim, beg'uborim, dilbarim. Dilbarim, dilxumorim, sevgilim, shirin jonim, go'zalim, beg'uborim, dilbarim. Güzeller malikasi, aşık qalbim bekasi, sen bilan o'tsa deyman har kunim har ertasi. Güzeller malikasi, aşık qalbim bekasi, sen bilan o'tsa deyman har kunim har ertasi. Bir kun ko'rmay sog'inib, visolingga talpinib, borsam ko'ngil yorishar, kutarsan shirin kulib. Bir kun ko'rmay sog'inib, visolingga talpinib, borsam ko'ngil yorishar, kutarsan shirin kulib. Dilbarim, dilxumorim, sevgilim, shirin jonim, go'zalim, beg'uborim, dilbarim. Dilbarim, dilxumorim, sevgilim, shirin jonim, go'zalim, beg'uborim, dilbarim. Dilxumorim, go'zalim, beg'uborim, dilbarim. Dilbarim, dilxumorim, sevgilim, shirin jonim, go'zalim, beg'uborim, dilbarim. Dilbarim,
shirin jonim go'zalim beg'uborim dilbarim dilbarim dilxumorim sevgilim shirin jonim go'zalim beg'uborim dilbarim. Qoyili, rahmat. Mazza qildi. Sizga minnatdorlik bildiramiz, Ikrom aka, salomat bo'ling. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, hali yana ko'rishamiz. Salomat bo'linglar, ijodiylarga barkamol. Aka kelib turing. Sog' Kayfiyatimiz bo'linglar. Ko'rganimizdan xursand Sog' bo'ldik. bo'ling. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling.